o'quvchilar, bugun Xudo xolasa ingliz sertifikatiga tayyorlash darsini boshlaymiz. Bugungi darsimiz alkanlar. Alkanlar nima desa, umumiy formulasi Sn H2 bo'lgan ochiq zanjirli to'yingan uglevodorodlar. Endi alkanlarda gamalagi qator bor. Alkanlarda gamalagi qator qanday tuziladi desa, birinchi bo'lib mana bu N nima degan savolga javob olishimiz kerak. Xo'p. N o'zi nima desa, uglerod atomlar soni nechtaga ko'rsatuvchi aqlli hisoblanadi. Endi agar N ning qiymati 1 bo'lganda alkanning formulasi qanday tuziladi desa, S 1 endi 1 da 2 ga ko'paytiramiz. Ya'ni N 2 kere N 2 2 ni qo'shsak mana bu yerda 4 qo'yadi. Odatda nima bo'ladi desa, mana bu bir yozilmasa degan alkanlarning birinchi vakili hosil bo'ladi. Agar shu yerda N ning qiymatini 2 oladigan bo'lsak, N ning qiymati 2 bo'ldimi? Demak, S2 2 ni ko'paytsak 4 4 ga 2 ni qo'shsak H6. Agar N ning qiymati 3 bo'ladigan bo'lsa, S3 3 kere 2 6 6 ga 2 ni qo'shsak H8. Uchinchi vakil hosil bo'ladi. Agar N ning qiymati 4 bo'ladigan bo'lsa, S4 4 kere 2 8 8 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsa H10. Ya'ni alkanlarning gamalagi qator mana shunday tartibda tuzib boriladi. Ya'ni gamalagi qator nima desa, bir-biridan SH2 gruppaga farq qiluvchi organizm model. Bu model. Endi kimlarda noto'g'ri tushuncha bor? Mana bu S2H6 bilan S4H1 bir-biriga gamal qatorda joylashgan va gamoligini desa yo'q deyishadi. Nimaga desa, chunki ikkalasi bir-biriga SH2 gruppaga farq qilmaydi. Farq qiladi. Faqatgina SH2 gruppaning ikkitasiga farq qiladi. Ya'ni ikkalasi bir-biriga gamolik bo'lib qoladi. Xo'p, endi alkanlarda nomlanish bor. Alkanlarda nomlanishga birinchi keladigan bo'lsak, alkanlarda umumiy nomi aytiladi. Ya'ni alkanlar gamal qatorida deymiz. Birinchi bo'lib metan, etan, propan, butan, pentan, S6H2 heksan, 6 bo'ladi. Bu 7 dekan, dekan, dekan. Mana shu yerda ko'pchilikda nimagadir to'xtalish bo'ladi va uni bahayotda davom ettirish kerak. Xo'p, ularni qanday davom ettiramiz desa, birinchi bo'lib o'rganadigan narsamiz nima desa, birinchi bo'lib paydo bo'lgan alkanlarni 4 ta vakili tasodifiy nomlangan. Ya'ni ular metan, etan, propan, butanlar tasodifiy nomlangan alkanlar hisoblanadi. Xo'p, ular qolganlariga qanday nomlangan unda desa, grek raqamlariga an sufiksini, ya'ni qo'shimchasini qo'shish bilan hosil qilingan hisoblanadi. Xo'p, ular qanday qilamiz desa, mana bu shaklda. Ya'ni grek raqamlari 5 ta bo'ladi. Heksa 6 7 okta 8 nona 9
mana 10'liklar oldu. Endi bu yerga kattalashgan sari intilsa 30 bo'lsa 30 ga konta so'zi qo'shiladi. Ya'ni 3 odatda 3 deyiladi. 3 konta. Mana shunday shaklda arkanlarda qolgan vakillari ham nomlanishi kerak bo'ladi. Masalan deylik, bizga beriladigan bir kattaroq arkan. S 154 H 300 bu shaklda bo'ladi. Endi buni biz nomlamoqchi bo'lsak, qanday nomlanadi desa, xo'p, masalan bizda aytilishida raqam aytilishda mana shuncha aytilishadi, ya'ni 82 deyiladi. Xo'p, greklar nima qilamiz? Ya'ni 2 80 degan so'z bilan boriladi. Ya'ni aytilishida birinchi bo'lib 100 dan emas, birinchi birliklardan boshlanadi. Xo'p, 4 nima desa? Tetra. Xo'p, 5 nima edi desa, 5 penta, lekin bu yerda 5 emas. Bu yerda 50 ekan. Demak, bu nom bo'lsa, tetra. Penta konta. A konta. Xo'p, 150 bizlar bilsa, gektar. Endi bu hozir yozganim prosta 154 dedim xolos, raqam bo'yicha. Endi alkan nom aytiladigan bo'lsa, tetra penta konta gektar dedim. Alkanlarda alkanligini beruvchi qo'shimcha am qo'shimchasi hisoblanadi. Ya'ni am qo'shimchasi qo'shilganda bu yerda alkan nomiga chiqishi kerak. Ya'ni mana bu yerga am so'zini qo'shamiz. Odatda ona tilida ikkita o'rinli qarab yonma-yon bo'ladigan bo'lsa, bittasi qisqaradi va shu yerda mana bu am yozgan qism o'chib ketibdi. Shunda mana bu shaklda yoziladi. Ya'ni 150 alkan nomasi tetra penta konta gektar deyiladi. Mana bu yerga n so'zini qo'yish xato bo'ladi. Odatda o'quvchilarimiz shu yerda n qo'yadi yoki n qo'yadi, xato bo'ladi. Xo'p, deylik. Mana shu yerda biz 85 alkandaymiz. S 85 H 172. Xo'p, endi buni nomlanishi qanday bo'ladi desa, nomlab ko'ramiz. Birinchi etiga birliklardan boshlanadi, ya'ni 5. 5 bizda nima edi? Boshlaymiz. Pentan borish yo'q. Ya'ni penta n yo'q. Penta 80 bizda. Okta. Kontan nomlari. Ya'ni mana shu yerda alkanlarda asosiy ko'rinishda brutto formulasidagi nomi kelib chiqadi. Xo'p, bu endi alkanlarda shu brutto formulasidagi nomlanishi bo'lsa, endi yana bir nomlanish bor. Qanday desa, ratsional nomenklatura, ratio fikrlash, ya'ni o'zini o'ylab topgan. Xo'p, endi ratsional nomenklatura turani nomlash uchun odatda bizga nima kerak bo'ladi? Radikallarda nomi kerak bo'ladi. Xo'p, radikallar nomini qanday qilamiz? Radikallarni jadvalga yozlash kerak. Buni yozamiz hozir. Xo'p, bu radikal nima? Radikal nima desa, masalan, metan. Metanning qanday formulasi esa bu brutto formulasi. Endi shu metanning struktur formulasi esa bu metanning struktur formulasi. Yana bitta formula bor. Metanning Lewis formulasi bor. Men bu Xo'p, radikal qanday desa, mana bu yerda vodorod atomi ion holatimiz o'z elektron oladi.
Shunda mana bu yerda qolgan qism radikal hisoblanadi. Ya'ni biz bitta baribir atom bo'layotgan qismni qarashimiz mumkin. Ya'ni mana bu oldinlari metan deb nomlangan bo'lsa, endi bu metan emas. Radikallarda am sufiks nomiga il sufiks qo'shiladi, qo'shimchasi. Ya'ni unga asosiy qism, ya'ni met qismiga ana shu radikallikni bildiruvchi qism qo'shiladi, ya'ni il. Shunda alkanlarning birinchi vakilini radikal kelib chiqadi. Xo'p, endi bu nima desa, ana shu ikki radikal hisoblanadi. Alkanlarda qolgan radikallarni ham olib chiqamiz. Metil radikali etil radikali profil radikali izopropil radikali butil radikali ikkilamchi butil radikali uchlamchi butil radikali. Xo'p, men o'tkazib yozaman. Sizlar o'sha video davomida videoni to'xtatib, daftaringlarga ko'chirib olsanglar, yodlashingiz qulay bo'ladi. Izobutil radikali pentil radikali bunisi ikkilamchi pentil radikali bu ham ikkilamchi. Faqatgina mana bu radikaldan farqlash maqsadida ko'ramiz. Radikal qayerda joylashgan? Radikal hosil. Mana bu qismni bu tarafda ham ikkita uglerod, bu tarafda ham ikkita uglerod. Ya'ni ikkala taraf teng bo'lganligi uchun simmetrik ikkilamchi pentil radikal bo'ladi. Bu çıksa izo pentil radikali Windows ikkilamchi
qancha pentil radikal ataladi. Hop, endi men kichiklashtirishga harakat qilaman, chunki hozir farq bo'lgan joy paydo bo'ladi. Bu tarafdan radikal chiqadi. Hop, endi qarang. Bu ham mezopentil, bu ham mezopentil. Faqatgina ikkalasini bir-biridan farqlash uchun mana bu radikal emas, mana bu radikal chap tarafga yaqinroqda joylashganligi uchun, bu uglerod birlamchi uglerod bo'lganligi uchun nomimizga qanday desa, birlamchi izopentil. Neopentil radikal. Endi ona tilidan nima xatolarga e'tibor bermaysizlar. Mana shu shaklda alkanlarda radikallarning nomlarini keltirib chiqarish mumkin. Bu bizda hozir pentil radikal 8 ta bo'lishi kerak, ko'ramiz. 8 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 8 ta. Demak, pentil radikalning barchasi ham o'z bo'ldi. Mana shunday shaklda radikallar esa daftarlarga yozib, to'liq holatda yozsanglar qulayroq bo'ladligini aytamiz. Xo'p, endi ratsional nomenklatura dedik. Ratsional nomenklaturaning shartlari bor. Qanday desa, ratsional nomenklaturaning birinchi sharti qanday desa, eng ko'p uglerod tanlab olinadi. Bu birinchi shart. Eng ko'p tarmoqlarni uglerod tanlab olinadi. Ikkinchi sharti qanday desa, radikallar kichigidan kattasiga tomon aytiladi. Va uchinchi shart nimasi? Oxirida alkanlar birinchi vakil bo'lganligi uchun metan so'zi qo'shib aytish kerak bo'ladi. Hop, yili qarashdi. Birinchi bo'lib proton yozib. Masalan, mana buni biz o'qimasdan aytadigan haqqimiz bor. Lekin buni ratsional usul nomlab berilsa, qanday nomlaymiz desa, tanlangan farqi yo'q, bu bo'laveradi. Yana mana bu usulimiz asos bo'ladi. Endi bundan mana bu asos bo'lgandan tashqarida qolgan qism qaysi radikal desa, metil radikal. Ya'ni buni nomi nima desa, metal nomlash kerak. Dedik, mana qarab turing. Boshqa qarang. Propanni biz ratsional nomlayman desak, birinchi sharti bor. Birinchi shart nima desa, eng ko'p tarmoqlangan uglerod tanlab olinishi kerak edi. Hop, mana bunday sarmoqlangan bitta uglerod nisbatan. Bu chizsa bu ikkita, bu chizsa bu bitta. Demak, ko'p tarmoqlangan qaysisi mana bu. Oldik. Endi biz asos tanlab olgandan tashqi muhitda qolgan mana bu radikallar. Bu radikallar qaysi radikallar desa, ular metil radikallar. Endi shu metil radikallar lekin bizda nima bo'lyapti? Ikkita bo'lib qolyapti. Xo'p, ikkita bo'lsa nima deyiladi desa, agar bitta bo'lsa mono shart emas qo'shilishi, ikkita bo'lsa di etilishi kerak, uchta bo'lsa tri, to'rtta bo'lsa tetrar, beshta bo'lsa penta, agar oltita bo'lsa dix, odatda ratsional nomenklaturada to'rttadan oshmaydi, eng ko'p bo'ladi to'rtta bo'ladi. Chunki uglerod to'rtta tarmoqlanishi mumkin xolos. Uglerodga nisbatan. Xo'p, endi bu nima deymiz? Ikkita metil radikali, ya'ni di metil metal. Keyin yopadi. Mana bor. Bu tarmoqlangan qism qayerda? Bitta tarmoqlanish, bitta tarmoqlanish. Bu tarmoqlanish.
Endi qaysini olaman? Xolisizmi? Xolisini farqi yo'q. Hozirda boshla. Mana bu oldi. Endi buni nomi nima desa, aytga birinchi tarmoqni yo'l tanlanadi. Tanlab oldik. Ikkinchi sharti nima desa, radikallar kichigidan kattasiga qadar o'qilishi kerak. Xo'p, bizda endi mavqe jihatdan metil radikal kichkina. Metil radikal nisbatan katta. Qanday radikal? Birinchi kichkina radikal. Metil kichkina radikal. Etil metil. Uchinchi sharti nima? Oxirgi metan so'zi qo'yilib yozilishi kerak edi. Xo'p, buni ham yozib oldik. Mana shu shaklda metil metal shaklida yoziladi. Xo'p, endi qarang. Faqat bundan qancha bo'lgan bo'ladi. Mana bu men uglerodlarni yozaman, faqat vodorодlar tashlab ketadi. Faqat alkon keladi. Mana bu shaklda beryapti. Xo'p, endi nima qilamiz? Eng ko'p tarmoq olgan uglerod tanlab olamiz. O'sha uglerod qayerda joylashgan? Mana bu joylashgan. Bu yerdan qolgan qismlar barchasi radikal hisoblanadi. Xo'p, radikallar qayerda mana bu? Mana radikal. Bu qism radikal va mana bu qism radikal. Sharti nima desa, birinchi bo'lib radikallar kichkinasidan kattasiga qarab o'qilishi kerak edi. Metillarimiz metil izoqarli. Xo'p, metildan nechta desa 3 ta ekan. Agar 3 bo'lganda 3 ta metilligini aniqlash uchun nima deyiladi? 3 qo'shadi. 3 metil undan keyin radikal. Izopropil va uchinchi sharti metan qo'shilish talab etilar ekan. Xo'p, bunda ratsional nomenklatura bo'yicha barcha alkalar bo'lmasak bo'lmaydi deyishingiz mumkin. Albatta bo'lmaydi. Chunki ratsional nomenklaturaning kamchiliklar paydo bo'lish boshlaydi. Bunday sana bo'lishi kerak. Bizga beryapti. Ushbu moddani nomi nima deyapti? Biz o'ylaymiz. Birinchi shartimiz bor. Eng ko'p tarmoqlarni uglerod topilishi kerak. Xo'p, mana shunday ugleroddan bizda bu joylash kelasi ham bo'laveradi. Xo'p, unda nimaga xato qilsa, bitta alkan uchun bir nechta nomlar paydo bo'lish boshlaydi. Mana deylik biz birinchi guruh ma'lumot markazida o'yladik. Shunda qanday bo'ladi nom? Xo'p, endi radikallar kichkinasidan kattasiga qarab bo'lish kerak. Bizda radikallar mana bular 3 metil bu qismimizni nomini aytsam 3 lamchi pentil oxirida qo'shiladigan qism metan so'zini yozish kerak. Bu bitta alkan nomi. Xo'p, endi shuni ikkinchi markaz qismini oladigan bo'lsak, endi buni boshqacha nomlab qo'yamiz. Ya'ni markaz aniqlangan qolgan qismlar radikal sifatida ko'ramiz. Ya'ni mana bu qismimiz 2 ta metil, bu tomonda etil, bunda 3 ta metil. Nom qanday desa, 2 ta bo'lganligi uchun di metil etil radikal debman va bu yoq. 3 lamchi metil ko'rib bitta alkanga nisbatan 2 ta nom bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ham ratsional nomenklaturani kamchilik paydo bo'lganligi uchun ratsional nomenklatura emas, boshqa bir nomlardan foydalanish qulayroq bo'lgan. Bu ham ba'zi ishlar. Xo'p, endi alkanlarni nomlab qo'ygan bo'lsak, ularda xalqaro nomenklatura. Xalqaro nomenklatura qanday bo'ladi desa, bunga shart bor. Birinchi shart qanday desa, ularda asosan uzun zanjir bor, ya'ni zanjir uglerod ketma-ketlik uglerod skeleti bo'ladi. O'sha uglerod skeleti uzunni eng uzun talab oladi. Yani birinchisi nima desa, asosiy zanjir talab. Zanjir asosiy talab bo'ladi. Bu ikkinchi shart esa ikkinchi sharti nima desa, tarmoqlanishlar soniga qarab tarmoqlanishlar, ya'ni qaysi tarafda
ikkala chekkadan ichkariga kirish jarayonida qaysi tomon tarmoqlanish ko'proq o'shanishi kerak. Hop, uchinchisi nima desa, radikallarning mavqeiga qarab. Ya'ni ikkala chekkadan ichkariga kirish jarayonida birinchi bo'lib kichik qismni, ya'ni raqamlanish kerak bo'ladi, raqamlanish kichik tarafdan. To'rtinchisi nima desa, ana o'sha asosiy qismni hosil qiluvchi endi shu o'zimizda qoidalarga asoslangan holatda arkanlarni nomlash tugamiz. Xo'p, endi ularga qanday chekka qo'yamiz. Mana bu shekilda chizib olib asosiy qism qayerda desa, eng uzun zadatlar bo'ladi. Mana bu radikalning ko'ramiz, ikkala chekkadan sinab ko'ramiz. Qaysi bir yaqin surishtiruvni raqamlanishi kerak bo'ladi. Hop, birinchi, ikkinchi video radikalda bo'ladi. Birinchi, ikkinchi video. Nima ikkalasi farqi hozirgi. 2, 3. Hop, nom qanday desa, radikal joylashgan uglerodni raqam aytiladi birinchi bo'lib. Ya'ni aytishdi. Boshqa radikal bo'lmaydi. Demak, asosiy qismni hosil qilgan alkanimiz nechtalik desa, 3 talik uglerodmi? Demak, 3 ta uglerod bo'lgan alkan qaysi desa, propanimiz shunda alkanimiz to'g'ri nomlangan hisoblanadi. Hop, bundan kattaroq. Mayli, men buni yozmasdan faqat uglerodni foydalansam. Hop, yozib mana bu shaklda yozamiz. Endi buni nomi qanday nomlanadi? Aytdik. Birinchisi asosiy uglerod joylashgan sikl halqa, sikl emas, zanjir bitmaydigan talab oldik. Hop, endi raqamlash kerak. Qaysi tomonda raqamlarimiz degan savolga javob. 1, ikkinchi uglerod. 1, 2, 3. Demak, yaqin tomon bu tomonga joylashgan. Endi buni nomlaymiz. 1, 2, 3. Raqamlarni oldik. Sharti nima desa, birinchi o'sha radikal joylashgan uglerodning raqamini bilish kerak. Ya'ni bu radikal joylashgan uglerod emas, nechinchi uglerod desa, ikkinchi uglerod. Demak, qaysi radikal? Asosiy qismni hosil qilgan uglerodlar soni 4 dan, 4 talik alkan bu kim desa, shuni tarafda nomlash kerak. Xo'p, yanada kattaroq. Mana shu shaklda beradi. Xo'p, endi qaysi tomonga raqamlaymiz? Qanday alkan nomi kelib chiqadi? Xo'p, buni bilish uchun nima qilamiz? Birinchi bo'lib asosiy qismni tanlab olamiz. Asosiy uglerod. Nima asosiy uglerod? Tanlab olamiz. Endi raqam qo'yish kerak. Qaysi tomondan qo'yish? Bu tomondanmi yoki narigi tarafdanmi? O'sha raqamni bilib olishimiz kerak. Sanaymiz. 1, 2, 3. Uchinchisi tarmoqlash bo'ladi. Bu tomonga 1, 2, 3. Uchinchi tarmoqlash bo'ladi. O'ylanish kerak. Ikkala tarafdan ham bir xil bo'ladi. Endi nima qilamiz degan savolga o'zimiz qo'llarimizni batamiz. Ya'ni qaysi tomondagi radikal kichik bo'lsa, o'sha tomondan raqamlash kerak bo'ladi. Ya'ni kichigi radikal betidan ko'ra. Demak, raqamlash 1, 2, 3, 5, 6. Hop, ketadi. Nomi qanday desa, 3 metil 4 etil asosiy qismni hosil qilgan alkan 6 talik. 6 talik qilgan kim desa, geksan. Geksan nomlashimiz kerak. Endi o'zimizda adabiyotlarda ayrimlarda berilganki, alfabet bo'yicha radikallar aytilishi kerak deydi. Ya'ni alfabet bo'yicha A, B, S, D deymiz. A, B, D, M, E. Hop, qaysi birinchi keladi desa, birinchi E keladi. Nomlash mumkin. Masalan, tur, etil
etil, 3 metil, geksan nomlasiz bu xato bo'lmaydi. To'g'ri hisoblanadi. Tushundinglar demak aytaman. Xo'p, endi bu alkanlarda nomenklaturasini, ya'ni galogenli birikmalari ham bo'lar ekan. Xo'p, ularni qanday nomlaymiz? Masalan, deylik, beradi. Mana shu shaklda. Biroq Xo'p, buni qanday nomlaymiz? Endi birinchi shart nima edi? Birinchi shart asosiy zanjir qalbi olinadi. Endi ikkinchi shart nima edi desa, ko'p tarmoqlanish tomoniga qaraladi. Xo'p, ko'p tarmoqlanish tomoniga ikkinchi yo'lga kelgan tarmoqlash ikkita, bu tomondan kelgan tarmoqlash bitta. Demak, raqamlanish bu tomondan bo'lishi kerak edi. Mana shu joyimizda biz aytgan qoida o'tmay qoladi. Faqat galogen biladi. Hop, speed deganda endi oxash va speed qoladi. Galogen biladi. Endi galogen tomonidan raqamlanish bo'ladi. Endi galogen tomonidan raqamlangan mana bu yerda 2, 3, 4, 5, 6. Endi nomlanish kerak. Nomlangan nomlar. Birinchi galogendan boshlaymiz. 2 brom, undan keyin kichkinaroq 5 D metil 3 etil geksan nomida to'g'ri nomlangan hisoblanar ekan. Xo'p, mana shunday shaklda nomlasak to'g'ri bo'ladi. Endi boshqacha o'zgartirish mumkin, ya'ni mana shu 2 brom 3 etil 5 D metil geksan deb nomlashimiz kerak bo'ladi. Va mana shunday shaklda alkanlarni nomlashi kelib chiqadi ekan. Shunday shaklda nomlasak to'g'ri. Demak, alkanlarni sizlarga bergan vazifam bo'yicha alkanlarni nomlaysizlar. Tushunmagan joylar bo'lsa albatta video chat qilamiz. Unda ko'rib chiqamiz to'g'ri.